Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizdan qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. Amerikada bir kun ichida Xitoyga qarshi 3 qonun loyihasiga qarab chiqilgan. Kanadadagi kishilik huquq muzeyida Xitoydagi irqiy qirg'inchilik nomida ko'rgazma o'tkazildi. Avstraliya Xitoy bilan bo'lgan bir balvoq bir yo'l qurilishidagi kelishimni bekor qildi. Pokistondagi mehmonxona qilingan hujumda Xitoy vakillari o'miga nishon qilingan deb gumon qilinmoqda. Tövende dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Amerika Kengash palatasi va Avom palatasining tashqi ishlar komiteti chorshanba kuni Xitoyga qarshi 2021-yilgi strategik raqobat qonuni. Shundaqla Sharq Turkistonga munosabatli qonun loyihasi va qarorlarni o'z ichiga olgan bir qancha qonun loyihasini muzokara qilgan. Amerika Kengash palatasining tashqi munosabatlar komiteti chorshanba kuni Amerikaning 2021-yildagi strategik raqobat qonunini muzokara qilib, Amerikaning Xitoyning kunsir kuchayotgan yer shari ta'siriga qarshi turishga yordam berishni maqsad qilgan. Demokratlar partiyasining Kengash palata a'zosi Bob Menendez va Cumhuriyetchilar partiyasining Kengash palata a'zosi Jim Risch yaqinda o'ttirib qo'ygan bu qonun loyihasi Amerikaning kelgusidagi bir qancha yilda zarur bo'lgan harbiy mablag' solishni oldin qo'ringa qo'yib, Amerikaning Hinditini cho'kan rayondagi siyosiy nishonni amalga oshirishga, Tayvan bilan bo'lgan hamkorlikni Amerika va Tayvan amaldorlari o'rtasidagi aloqani kuchaytirishga, ittifoqdoshlarni texnik ko'p ish qilishga ilhomlantirishga, Xitoy doiralarining xohlagancha harakati va tajovuzchilik harakatlarga qarshi harakat qilishga chaqirgan. Komitet yana shu kuni Jeff Merkley va Mark Rubio qatorliq 4 partiya hal qilgan parlament a'zosining yaqinda o'tirib qo'ygan Xitoyni izqo'g'lab tekshirish va harakat korrupsiya qonun loyihasini muzokara qilgan. Xitoy doiralarining keltirib chiqargan oqibatlarini texnik yaxshi tushunish va bartaraf qilish uchun u qonun loyihasi Amerika hukumatidan tarmoqlar aro xizmat korpusi qurishni, munosabatli yillik dokladlarni yozib Amerika hukumatiga topshirishni talab qilgan. Bir kunda qarab chiqilgan 3-qonun bo'lsa, Amerika Avom palatasining diplomatiya komiteti bu yil fevral oyida Demokratlar vakili Jim McQueen o'tirib qo'ygan majburiy Uyg'ur emgakining oldini olish qonuni bo'lib, agar Amerika tamojna va chegara qo'g'dash organi ba'zi tovarlarning majburiy emgakka chelishlik emasligi to'g'risida yetarlik va ishonchlik dalil isbotlarning borligini isbotlayamasa, Amerika Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan barliq mollarni import qilishni cheklash kerakligi bildirilgan. Uningdan boshqa Amerika Kengash palatasi va Avom palatasining tashqi ishlar komiteti yana oldin hafta Cumhuriyetchilar partiyasining vakili Michael McCall o'tirib qo'ygan 317-numorli qarorga qarab chiqib, Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa turk xalqlari diniy zotlarga qartilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish jinoyatini ayblagan. Michael McCall yig'inda bu jinoyatlarni aniq belgilaydigan payt kelganligini ta'kidlab, o'zlarining bugun va kelgusida axloqiy majburiyati borligini, uning bo'lsa bu jinoyatning haqiqiy mohiyatining irqiy qirg'inchilik ekanligini to'nib yetishganligini, har bir a'zoning bu muhim qarorni qo'llashini talab qiladiganligini, tashqi dunyoga kuchli partiya alqagan signal berib, Amerikaning har qanday joyda irqiy qirg'inchilikka qarshi turadiganligini bildirgan. Yarishar pochta gazetining xabar qilishicha, Kanada muzey payshanba kuni tor orqali Xitoydagi irqiy qirg'inchilik ko'rgazmasi o'tkazgan. Kanada bosh ministri Justin Trudeau va uning hukumatidagilar garchi Xitoyning jinoyatini texicha irqiy qirg'inchilik deb chakarlamagan bo'lsa-mu, Kanadadagi ommaviy organlar va shirkatlarning bu jihatda aktiv faoliyat qilishlari kuchaymoqda. Kanada Tay shirkati Kanadaning Wenbek shahriga joylashgan Kanada kishilik huquq muzeyida 22-aprel payshanba kuni, ya'ni bugun, internet orqali bir maydon ko'rgazma uyushtirib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchiligini ko'rsatgan. Bu faoliyatga germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zeniz qatnashgan. Adrian Zeniz bu ko'rgazmaning o'zining tadqiqot natijalarini ko'rsatishdan yaxshi bir fursat ekanligini bildirib, Kanada kishilik huquq muzeyining muhim rol o'ynaganligini, o'tmishdagi qabih jinoyatlarga doir ko'plagan ma'lumotlarning borligini bildirgan. Xabarda bildirilishicha, Tay shirkati bu faoliyatni o'tkazishda Kanada hukumati bilan orliq saqlagan va ularning ruxsat berishini talab qilmagan. Buningdan ilgari Kanada Avom palatasi Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb chakarlashni ovoz qo'yganda, Trudeau boshliq 30 nafar hukumat amaldori voz kechish beltini tashlagan ekan. Kanada hukumati 11-aprel Xitoyga sayohatga boradigan kanadaliklarga atalmish Xinjiang to'g'risida ogohlantirish berib, Sharq Turkiston bilan etnik munosabati bo'lgan kanadaliklarning tutqun qilinish xavfiga duch kelishi mumkinligini bildirgan. Kanada hukumatining bu ogohlantirishi Xitoy doiralarining chet eldagi Uyg'urlarni atalmish Xinjiangda xotirjam ziyoratga bo'lishga chaqirishining orqasida e'lon qilingan bo'lib, Kanada televiziya kanallarida xabar qilinishicha, Kanada hukumatining 11-aprel e'lon qilgan uchurida Sharq Turkistonning vaziyati tafsiliy sharhlanib, yig'ib olish lagerlari haqida to'xtalgan. Hamda Sharq Turkiston bilan etnik bog'lanishi bo'lgan kanadaliklarning Sharq Turkistonni ziyorat qilsa tutqun qilinish xavfi borligini bildirgan. Bu Kanada hukumatining tunji qatim Uyg'ur Kanada garajdorlarini Sharq Turkistonda sayohat bo'lmasligiga aniq ogohlantirish ekan.
Reuters agentligining bugungi xabarida Avstraliya tashqi ishlar ministri Maris Payne chorshanba kuni Avstraliyaning bir balvoq bir yo'l hamkorlik to'g'risidagi 2 Viktoriya Xitoy hamkorlik kelishimini, shundaqla Avstraliya hukumatining jami 4 davlat darajalik organ va universitetlarning Xitoy bilan imzolagan bir balvoq bir yo'l doirasidagi kelishimni bekor qilganligini, hamda Avstraliya hukumatining har qaysi shtatlari va universitetlarining chet el hukumatlari bilan o'rtasidagi kelishimni tekshirib turganligini bildirgan. Maris Paynening so'zi qaraganda 2018-yil va 2019-yillar Viktoriya bilan Xitoy o'rtasida tuzilgan 2 kelishimni o'z ichiga olgan 4 kelishimni bekor qilishni qaror qilgan ekan. Ammo xabarlarda amaldan qoldirilgan boshqa 2 bir balvoq bir yo'l kelishimining tafsilotlari tilga olinmagan. Maris Payne bayonotida 2020-yillik Avstraliya diplomatik munosabat shtat va rayon o'rlashtirishi qonuniga asosan o'zining bu 4 kelishimning Avstraliyaning diplomatiya siyosatiga mos kelmaydiganligini yoki diplomatik munosabatiga foydasiz ekanligini ta'kidlagan. 21 aprel kuni kechda Pokistonning Balujiston o'lkasining poytaxti Koitdagi bir hashamatli mehmonxonaning mashina to'xtatish maydonida bomba o'rnatilgan mashina portlab, kam deganda 4 odam qazo qilgan. 10 dan ortiq odam yaralangan. Hujumning nishoni bu mehmonxonada turgan Xitoy vakillari o'miki deb qaralgan. Pokiston Ichki ishlar ministri Ahmad bayonotida mazkur voqeani terrorlik hujum deb atab, bomba portlagan vaqtda Xitoyning Pokistonda turishliq bosh elchisi Nongrong boshchiligidagi vakillar o'mikining sirtda yig'inga qatnashayotgan vaqt ekanligini bildirgan. Pokiston talibanlari bu o'zini o'ltirib olish xarakterli hujumni qo'zg'aganligini e'tirof qilgan, ammo hujumchining kim ekanligini tilga olmagan. Ba'zi kishilar yerlik hukumatga qarshi tashkilotlarning Xitoy vakillari o'mikiga hujum qilib, Xitoyning Pokistonga mablag' selish turlariga bo'lgan noroziligini ifodalagan deb qaragan. 2018-yil avgust oyida Pokistonda ishlayotgan Xitoy qurilish xodimlarini epmangan avtobus o'zini qo'shib portlatish hujumiga uchragan bo'lib, Pokistonning Baluch rayonidagi hukumatga qarshi kishilarning portlashga mas'ul ekanligini, sababining bo'lsa Xitoylarning shu yerdagi oltin konni qazib, yerlik xalqning jon manfaatiga ziyon yetkazganligini bildirgan. Peshawar universitetining xalqaro munosabatlar professori Ijazxon Baluchda uzundan buyon qurolliq bo'lgunchilik harakati yuz berdiganligini, chunki ular vatanning Xitoyning mustamlikasiga aylanib qolishidan ansirab, yerlik xalqning sirtdan kelganlarga bo'libmi u yerdagi bir balvoq bir yo'l turini ilgari surayotgan Xitoy fuqarolariga izchil qarshi turadiganligini bildirgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.